Bizni gallik avtomobilimiz Mercedes GLS edimi, GLC edimi esdan chiqdi. Moshashi Copartdan oldim. Bitta podarkasi borda, faqat buni podarkasini o'zi ko'rsatamiz. Dadang buni kodiga urgan buni, kotlariga urgan buni. Dabdabasi chiqqan, baquvvat mosh turbasi bor ekan, Falkovichan. Ochib ketmaydimi? Yo'q, ochilmasa kerak. Ochilmasa kerak. Yaxshigina skoch qilib qo'ygan. Biz qayerdan boylasa bo'ladi buni? Boylasa skoch qilgan. Skoch ishlaydi, inshaalloh shamol kirmaydi. Yo'q, bunday qilib orqada qo'yamiz. Agar ochsa, bagaj uzilib ketadi, lekin agar ochilsa anchagina muammo bo'ladi keyin. Ocha olmaydi bu. Ochib ketmaydi. Orqa masaga hozir chiqaramiz. Bismillah. Bo'l. Voy qara. Oldinga qor. Uzilib ketdi, tarsillar. Nimadir uzilib ketdi, bilmadim. Qarachi vaqt yo'q, nimadir tekshirishga buni. Sirazo olamiz. Qara olamiz. Chiqamiz. Bismillah. Yerga yo'lni tekshiramiz. Parking qani? Yotishni. Tortamizmi? Ko'taramizmi? Itarash kerak ekan. Ammo narsani itarsang ishlaydi, bo'lmasa ishlamaydi. Qani? Yana ozgina strapni o'ramiz, keyin orqada olamiz. Ikkita strap qo'yish kerak. Qatorda o'taman. Tamam. Sağ tomonga siljaymiz ozgina.